İkinci qism. Gülnigar şu halda bütün gücünü yığıp, yürəkidəki acizliqini yoşurmaqçı bolması kerak. Sardar hech nima demedi. Bu bəkçiq soralğan sual idi. Gülnigar 3 yil ilgari mushu sualni tunji qaytam so'ragan edi. Shu chaqda Sardarning burnidan sho'qirab qon eqiyotdi. Qon uning oq ko'ngligiga, ishtiniga, oyog'iga tamchilab tushgan edi. Qonning tuzluq ham ko'ngliga tegadigan hidi Sardarning yuragiga singib ketgan edi. Yaxshi qilmadingiz. Burnidan qon eqiyotgan Sardar qurg'oq, sovuq ovozda shundoq dedi. Uning ovozi qon rangida titrab anglanayotdi. Qo'liga supurgi tutib olgan, chochlari chuvilgan Gulnigar burnidan qon eqiyotgan eriga qaraganicha hangviqib qolgan edi. U o'zining nima qilib qo'yganini bilmaydigandek, yana nima ishlarning yuz berishini tasavvur qilolmaydigandek edi. Ba'zi narsalar ushtum-tut o'zgarib ketadi. Ravan kema o'ylamagan yerdan suv tegidagi yoshurun xada tashlarga o'rilib, hamma narsa qaynadan chiqib ketgandek. Shu kechasi bak chiroyliq oydin bo'lgan edi. Shu kechasi oymu, Gulnigarmi uxlamadi. Shu kechasi bakchiq narsalar uxlamagan bo'lishi mumkin. Gulnigar uyqusiz shu kechada ham uningdan keyingi uyqusiz kechalarda nimalarni xiyol qilganligini esiga ololmaydi. Sardarmu cho'qim uxlayolmadi, deb o'yladi Gulnigar. Oy derazdan ko'rinib turadi. Gulnigar o'zining oy bilan, oy nur bilan nima aloqasi borligini bilmaydi. Ammo oyga qarag'ila amroq edi. Oydingda sayli qilishga amroq edi. Oy nurining hujrasiga tushib turishini, shundaq chaqlarda Sardarning bo'yniga esilib uning bilan paranglashishni yaxshi ko'radi. Gulnigar 3 yil burungi ko'ngilsiz oqshomni yodiga oldi. Gulnigar putining uchida dasab Sardar kirib ketgan uyning eshigi oldiga keldi. Sardarning xo'riki anglandi. Eshik qiya ochiq edi. Derazdan tushgan oy nuri Sardarning yuzini g'uva yo'ritib turadi. Gulnigarning ko'ngli bekli yerim bo'lib ketdi. Texi bayli bo'lgan jidalda burni qanagan Sardarning shundoq xotirjam, shundoq bemalol uxlashi uningga har keldi. O chiroqni yoqdi. Sardarning chiroyidagi xotirjamlikni ko'rib, eshik-eshigiga yo'langanicha turib qoldi. O'zining buningdan keyingi kunlarining battan bo'lib qoladiganligini his qildi. U shuncha kuchapmi, keyingi kunlarni yo'ruq ham xushbiroq tasavvur qilolmadi. Gulnigar pat-pat Sardarning burni qanagan oqshomni eslab qoladi. Shu oqshomdan beri Sardar bilan Gulnigar orasidagi ba'zi tuyg'ular rangini yo'qotgan bo'lishi mumkin edi. Sardar o'rindan turib hujrasiga mangdi. Sapmi keshning chaqchuqqa tegishgandagi ovozi mangu davomlashadigandak ta'sir beradi. 3 yil burun burni qanagan Sardar bilan sapmi keshni so'rashtirib hujrasiga mangan Sardarning bir yerlari o'xshamaydigandek edi. Gulnigar asta kayniga yenib, sapaga kelib o'ltirib, yonfonini qo'liga oldi. O'zini mushu shahardagi eng razil odam, eng aqlli odam, eng boy odam hisoblaydigan Dilmurod shu holda uning yonfoniga, uchiriga, ovoziga tashna bo'lib o'ltirdi. Gulnigar bu yerda o'z erining mehrli qarashlariga, yiqimliq erkilatishlariga zoriqib, parishon bo'lib o'ltirdi. Gulnigarning nurg'un qarang'u aslamalari bor. Nurg'un juloliq aslamalari bor. Nurg'un qo'rqinchli aslamalari bor. Gulnigar mehmonxona uydagi tanholikdan o'zini qochirib, necha oyning oldidagi bir kunni yodiga oldi. Sayyora mehmon saroyining ozodi yotiqida Dilmurod bilan ishkaylan bir-biriga qarishib o'ltiradi. Gulnigar mushu damlar uchun, mushu damlardagi issiq, ammo pokiz bo'lmagan tuyg'ulari uchun o'zini hargiz kechirolmaydiganligini his qilib turadi. Siz meni o'zgartiryapsiz, Gulnigar. Meni siz bilan tanishishim asli boshqa bir maqsad uchun edi. Endi boshqacha bo'lib qoldi. Dedi Dilmurod asta pichirlab.
Uning o'mchik to'ridek g'eriblik silg'iyib turadigan ko'zlarining tagida temilarning borligini his qilmoq tas edi. Qandaq maqsad uchun edi? Buni sizga demayman. Albatta siz qandaq maqsad uchunligini tushunib turibsiz. Ammo hozir ishlar o'zgarib ketdi. Sizga chin ko'nglimdan berilib qoldim. Yo'q, hargiz. Gulnigarning nafsi qisilib, tinolmaydigandek bo'lib ketdi. Mening onam ko'z oldimda o'lib ketgan. Pulsizlikdan. Sizga yomon niyatda bo'lsam, onamga yuz kelolmaydiganligimni o'ylab qolaman. Buningga o'zim hayron. Eri sapmi kashni shipildatib hujrasiga mangan shu damda Gulnigar sayyara mehmonsaroyda Dilmurod bilan bo'lgan gaplarni o'ylab o'ltiradi. Gulnigar yurakidagi tanholikdan chiqib ketishga urinib, bakla tipirlab ketdi. U birdam hangib yiqib o'ltirgandan keyin yonfunidan Maraz degan ismni tepib, uningga siz nada degan uchurni yozdi. Ondan Cho'lponning nomerini tepib, yonfunning uchur yozdigan ko'zniga qarab turib qoldi. Paskina, buzuq, sharmanda. Gulnigar boyiqi üst so'zni yezib bo'lib yo'llavatdi. Bir yurakning ajoyib la'natli shivirlashlarini ko'targan signallar shaharning shavqinliq osmonida dahshatli surat bilan uchib, yana bir yurakning egisining yonfuniga shuvuldab kirdi. Shu chaqda Cho'lpon ilgari yozgan xatarlarini ko'rib o'tadi. U boyiqi üst so'zni ko'rib, tartib qo'ydi. Ondan ko'nglidagi eg'ir bir toshni elib o'tgandek, yengillab qolganligini sezdi. Apliksin hidi qaplagan mashinasida o'ltirgan Dilmurod Sajidani saqlab etib beshini chayqab qo'ydi. Ondan Sajidaning bayla urgan tomirini yana bosdi. Yeningizga hozirli borman jinim. Bo'ldi, endi kamma. Nemishqa jinim, xafa bo'lib qoldingizmi? Hozirli boray. Sajidaning ovozi qo'rqqandek titrab chiqdi. Kammiga mening boshqa ishim chiqib qoldi. Qarshi taraf birdamgacha gap qilolmay qoldi. Ko'nglim pek yerim bo'ldi, dedi Sajida. Yomg'ir yog'yotidi. Yomg'ir yog'simi mayli? Bo'ldi, kamma. Xo'sh. Dilmurod yonfunni besib etib, mashinaning aynigini tushirdi. Ko'chada odam jiq edi. Ko'chada notanish odamlar jiq edi. Shu holda shaharmi, odamlarmi, shaharning havosimi, shaharning shavqinlarimi Dilmurodga notanish edi. Bo'yi egiz, chechini qo'yayotgan o'maq bir qiz Dilmurodning mashinasining yenidan baxtiyor tabassum bilan o'tib ketdi. Uning vujudidan shodamonlik, hayotga erkilaydigan baxtiyor qizlarda bo'ladigan yengil shirinlik sezib turadi. Yana uning ko'zlaridan tabassum ichidagi jilmiyishlardan yurakini ziyda qildigan parishonlikdan qutulganligini sezish mumkin edi. Nəhayət nurgun odamlar orasidagi bu qiz bu dunyoda Dilmurod deydigan birisining borligini bilmaydi. Dilmurodmi mushu minutdan ilgari bundaq o'maq bir qizning o'zi bilan billa mushu shavqinli shaharda yashayotganligini bilmaydi. Cho'lpon, meni tugashtirib yetadigan bo'ldi. Yenidan o'tib ketgan qizga lappida qarab qo'ygan Dilmurod shundoq pichirladi. U qizning bir yerlarini Cho'lponga o'xshatib qolgan bo'lishi mumkin. O'zini shahardagi eng razil odam, eng aqlli odam deydigan, yana o'zining shahardagi eng boy odam ekanligiga ishonadigan Dilmurod boya yenidan o'tib ketgan qizni uzoqqa qolmay unutib ketdi. Shu topda yig'ayotgan simsim yomg'irni unutib ketdi. U qizmi hayotining 18-bahoriga qadam olgan simsim yomg'irliq chiroyli bir kunda o'zining Dilmurod ismli birisining yenidan o'tib ketganligini, Dilmurodning o'ziga shundoqla bir qarab qo'yib, yuragining ansiz tipirlayotganligini, ondan hayolishmay o'zini tamoman unutib ketganligini bilmaydi. Simsim yomg'irliq shu damda salkin shamol urib turadi. Shu damda shaharning tiniqi yengil ham orambaxsh edi. Dilmurod simsim yomg'irliq mushu kundan 1,5 yil o'tgandan keyingi shaharni qor qoplagan bir kunda boya yenidan hayotning illiq suyishlaridan mas bo'lguncha o'tib ketgan bahordek go'zal qiz Nadiradan hayotning o'lim vagoniga chiqayotganligi haqidagi qo'rqinchli xabarni anglaydi.
Simsim yağmur yaqqan kuni u Nadirani tunji qitim ko'rib, uzoqqa qolmayla unutib ketadi. Qar yaqqan kuni Nadiradan anglagan xabarni mangu unutmaydi. Qarni rahmat ham yaxshilikning belgisi deyishidi. Ammo qar yaqqan kuni u o'ziga tava hamma narsani kul qilib etadigan shumliqdan xabar topdi. Vaqt o'z yo'lida yilondek so'ylab o'tayotgan simsim yomg'irli kunda Dilmurod tunji qitim Nadirani uchirtdi. Ayol o'tmay Nadirani unutib ketdi. Ammo Dilmurod o'zi unutib ketgan Nadira bilan keyingi kunlarda o'z taqdirining ajralmas bo'lib chigilishib ketadiganligini bilmaydi. Bularni Nadira texmi bilmaydi. Qismatning g'alita ham sirliq yo'llarida Dilmurod bilan Nadira nurg'un qo'rqinchli yillarni bilmaydi. Odam o'zining atisini bilolmaydi. Atidagi hayotini kontrol qilolmaydi. Dilmurod Sajidani yerim yo'ldan yondirib etgan shu kuni yinidan o'tib ketgan qizning Nadira ishkanligini bilmaydi. U qizning so'g'uq taqdir tarafidan o'zining quchqiga tushadiganligini, o'zining shu qizga oshiq bo'ladiganligini, o'zining shu qiz bilan yomon yo'lga birga menib qoladiganligini bilmaydi. Dilmurod Sajidani yerim yo'ldan qaytarib etgan shu kuni Nadira Dilmurodning mashinasining yinidan go'zal tabassum bilan o'tib ketdi. Go'zal Nadiraning sehrli turqidan Dilmurodning yuragi ansiz so'qib ketgan shu damdan 1,5 yil o'tgan qor yaqqan kunida Dilmurod Nadiradan Aydis haqidagi qo'rqinchli xabarni anglaydi. Shu kuni shahar oppoq qorga ko'milib so'zilib yotadi. Yiroqdagi parxonning egiz turxunidan oqqush is ko'tarilib ko'kda to'zib ketadi. Shahar qorga ko'milgan shu kuni Dilmurod seg'inish ham qo'rqinish ichida Nadiraga telefon beradi. Nadiraning yonfonidan Bayovan degan naqsha anglanadi. Dilmurod bu naqshaga ko'nib qolgan edi. Birdamdan keyin yonfonni u azaldan ovozi anglab baxmagandek birsi oldi. Ovoz putuk, g'arang'urung edi. Nadiramisiz? Dedi Dilmurod gangirgandek. Balkim Nadira bo'lishi mumkin. Qarshi tarafning ovozidan ming turlik yig'i to'kiladi. Qor ostidagi shaharning tabassumi sirliq edi. Sizga bir ish bo'ldimi nima? Nima ish bo'ldi? Hiç bo'lmadi. Menga endi hech bo'lmaydi. İşning hammasi bu bo'lganda qiladi. Sizni bo'g'ib o'ltirsam deyman. Dilmurod birdamgacha gap so'zsiz turib qoldi. Muloyimligi bilan kishining mehrini bog'lab turadigan go'zal qizning taqtuqa gaplari Dilmurodni hayron qoldirdi. Dilmurod o'zini tutib olib, hech ish bo'lmagandek o'zining gapini qiladi. Qishimga kelsangiz bo'ladi. Boramayman. Nima ishqa? Men o'ldim. Dilmurodning yuragi jig'ida qilib qoladi. Nadira bir chaqda uningga "Siz meni o'ltirdingiz" degan gapni qilgan. Dilmurodning Nadiraning go'zalligidan ko'ra aqlliqligi bakrak suyuntiradi. Ammo Nadira pat-pat mundaq bir so'zni takrorlaydi. Men bekdut bo'lmasam mushu kunga qolmaydim. Dilmurod Nadiraning mushundaq deyishidan qo'rqatdi. Uning cho'lponga erishanmagan yuragi Nadiradan shifoliq izlaydi. Kunlarning birida Nadiraning yiqimliq erkilab turib, "Men sizdan nafratlanatdim, ammo hozir o'ylasam sizni chin ko'nglimdan suyib qoptaman" deyishni tama qiladi. Navoda Nadira chin ko'nglidan mushu gapni deb qolsa, Dilmurodning yuragini echishtirib kelgan bir azob yo'qoladi. Dilmurod cho'lponning, Gulnigarning, Nadiraning, Sajidaning, yana nurg'un ayollarning o'zining ilkida ishkanligini biladi. Dilmurod shu ayollarni olqiniga oldi. Ularga erishdi, ammo suyishiga erishamadi. Buni Dilmurod orzu qiladigan tarizidagi erishish degili bo'lmaydi. U ayollar ma'lum bir maqsad uchun yoki amalsizlikdan Dilmurodning atrofida aylanib yuradi. Nadiraning "Men o'ldim" deyishi Dilmurodga g'alati bo'lib tuyuldi.
Nadira odatdami mushundaq taqtuqi gaplarni qilib qo'yadi. Ammo uning shu turqidagi ovozidan toshdaq qattiq ham ig'ir vahima to'kilib turgandek qiladi. Nima deydigansiz hamda? Chaqchaq tuzuk bo'lsin bulamda. Rost, nemish shundaq deganligimni deb bersam, sizmi o'lib ketasiz? Mushu damlardan nurg'un agir to'qay vaqtlar o'tib, shahar rangdor chiroqlar bilan sehrlik yo'rib turgan yerim kechida Nadira bilan umid ichidan shahardan chiqib ketayotgan Dilmurod mashinasining kuchli chiroq nurida yo'rib turgan yo'lga qarab etib, Nadiraning shu chog'dagi ovozini eslab qoladi. Siz sog'mi emasmi?